Binafsha shu'lasi 17-qism. Oradan bir soatcha o'tgach, Solih uyga qaytdi. U uyga kirishi bilan Zakiya oldiga kelib, Hayoni yerga tushirdi va erining kiyimlarini hidlay boshladi. Solih hayron bo'lib so'radi: "Nima qilyapsan?" Zakiya hidlashda davom etdi: "Bu safar hiding boshqacha, tamaki hidiga o'xshayapti." Solih xavotirlanib so'radi: "Endi munosabatlarimiz hidlarga bog'liq bo'lyaptimi? Hozir sendan piyoz hidi kelyapti, lekin men hech narsa demayapman-ku." Zakiyaning g'azabi qaynadi. "Senga tayyorlagan taomim tufayli mendan shunaqa hid kelyapti. Senchi, sendan kelayotgan bu hidni nima deb izohlaysan? Yangi ma'shuqang chekishni yoqtiradimi deyman?" Solih rafiqasining oldidan o'tib, xonasi tomon yo'l oldi. "Ahmoqona gaplaringni eshitishga hozir vaqtim yo'q." Zakiyaning g'azabi battar qo'zib ketdi. "Ahmoqona gaplarim?" Solih xonasiga kirib, eshikni Zakiyaning yuziga qarsillatib yopdi. Zakiya asabiylashgancha erining yoniga bora boshladi. Hayo qo'lini cho'zib, onasining libosidan ushladi. "Hammomga borishni istayman, hammomga borishni istayman." Hayo Zakiya va Solihning o'rtasidagi ziddiyatni oldini olish uchun tabiiy tarzda harakat qilar, xususan erkatoy injiq o'g'il rolini o'ynayotganidan keyin yanada tezkor harakat qila boshlagandi. Zakiya yurishdan to'xtab, xuddi quturgan buqadek og'ir-og'ir nafas olgancha erining eshigiga tikilib turdi. Lekin Hayoning harhasha qilib onasining kiyimidan tortqilashi uni hammom tomon burib yubordi. Zakiya Hayoni ko'tarib hammomga kirdi. Hayo erkalik, yeb-ichish va uyqudan iborat bir necha kunlik hayotidan zerikib, malollana boshladi. Chunki bu turmush tarzi Hayo kabi tajribali ruh sohibasiga emas, 5 yoshli bolaga mos edi. Bunday hayotdan zerikkan Hayo oxirgi paytlarda ko'cha sevar bo'lib qolgan otasiga tashqariga chiqayotgan payt yopishib oldi. Solih avvaliga "Meni ham olib keting" deb erkalik qilayotgan Hayoni yo'ldan qaytarishga urindi. Chunki Solih rafiqasini o'g'lini o'zining ishtirokisiz biror joyga yubormasligiga ishonchi komil edi. Lekin kutilmaganda Zakiya bu fikrni qo'llab-quvvatlab, hatto "Uni olib ket" deb eriga oyoq tirab turib oldi. Solih hayron bo'lgancha Hayoni ko'tarib, "Birinchi marotaba Somiyni sensiz olib ketishimga ruxsat beryapsan-a?" dedi. Zakiya o'zgacha xotirjamlik bilan: "O'g'limiz ulg'ayyapti, otasi bilan birga yurishni ham o'rganishi kerak" dedi. Hayoni ko'tarib olgan Solih dedi: "Men shunchaki qo'shnimiz Murodnikiga chiqib ketyapman, xolos." Zakiya makkaron nigoh bilan eriga qaradi. "Bilaman, o'g'ling senga xalaqit beradimi?" Solih shubha va qo'rquv aralash nigoh bilan javob qaytardi. "Yo'q, nega xalaqit bersin?" Zakiya oshxonaga qaytdi. "Yaxshi, kechki ovqat 2 soatdan keyin tayyor bo'ladi. Xohlasang do'stingni ham olib kel." Eshikdan chiqayotgan Solih hayron bo'ldi. "Yaxshi." Solih yo'lak bo'ylab qo'shnisi Murodnikiga yurgancha o'g'liga: "Bugun onang boshqacharoqmi? Unga nima bo'ldi?" dedi. Solih Murodning eshigini taqillatdi. Murod eshikni ochdi va Hayoni ko'rishi bilan uning otasining qo'lidan olib xursand holda: "Va nihoyat jajji qahramonni o'zing bilan olib kelibsan-da" dedi. Solih miyig'ida kulib: "Ha, bugun u tug'ilgandan beri birinchi marotaba onasining quchog'idan ozod bo'ldi" dedi. Murod qo'lida Hayoni ko'targancha uyiga kirdi. "Bugun rosa o'yin qizir ekan-da." Solih ham Murodning ortidan kirib eshikni yopdi. "Bugun nima qilamiz?" Murod Hayoni divanga qo'yib, Solihga javob berdi: "Istagan ishingni, bu yerda sen ozodsan." Solih o'g'lini yoniga o'tirg'izdi. "Sendagi shu ozodlikka hasad qilaman-da." Murod Solihning ro'parasiga o'tirdi. So'ngra cho'ntagidan tamaki quti chiqarib, undan bir o'ramini olib hidladi. "Bu ozodlikka o'zim erishdim. U o'z-o'zidan kelib qolgani yo'q." "Nima demoqchisan?" Murod tamakini Solihga uzatdi. "Ol." Solih qo'llarini ko'targan holda rad qildi. "Yo'q, o'zi o'tgan safar fosh bo'lay dedim. Bugun chekmasak yaxshi bo'lardi. Chunki oramizda yosh bola bor." Murod tamakisini cho'ntagiga solgancha kuldi.
Yaxshi, muammo yo'q. Solih nazarini tepaga qaratgancha so'radi. Sen menga ozodlikka o'zim erishdim, u o'z-o'zidan kelib qolgani yo'q deb nimani nazarda tutganingni aytmading. Murod o'rnidan turib oshxonaga yo'l oldi. Hozir buni qo'y. Hidlab maza qilishimiz uchun yangi iforlarga ega bo'ldim. Solih hayoni ko'tarib bag'riga bosgancha Murodning gaplariga qiziqsinib so'radi. Hidlarning kasalisan-a? Murod oshxonadan turib dedi. Olamda hidlardan bahra olishdan ko'ra zo'rroq narsa bormi? Shu qiziqishing juda o'zgachada. Murod qo'lida shisha idishchalarni ko'targan holda oshxonadan qaytib keldi va ularni stol ustiga qo'ydi. Iforlar orzu-xayollarga o'xshash yoqimli narsa. Solih tabassum qildi. Eng yoqtirgan hiding qaysi ekanini hech menga aytmagansan-a? Murod shisha idishchalardan birini hidlab, har birining o'ziga xos sehri bor. Ehtimol. Shisha idishchani hidlayotgan Murod Solihga qaradi. Sen uchun eng yoqimli hid qaysi? Solih ko'rsatkich barmog'ini o'ziga qaratib so'radi. Menimi? Murod shisha idishchani stolga qo'ydi. Ha, seni? Solih hayron bo'lgancha javob berdi. Bilmadim. O'ylab ko'r. Vanil hidi ko'proq yoqsa kerak. Murod tabassum qildi. To'g'ri tanlov, lekin seni yoqtiradigan, odamlar orasida uncha tarqalmagan hid ham bormi? Misol uchun qanaqa? Hislaringni junbushga keltirib yuboradigan, hidlagan sari hidlaging keladigan. Solih kuldi. Bunday holat yoqilg'i quyish shoxobchasida benzinni hidlaganimda ro'y beradi. Murod kuchli qiziqish bilan dedi. Ha, ayni shuni nazarda tutgandim. Solih taajjublanib so'radi. Nima demoqchisan? Murod shavqqa to'ldi. Xushbo'y bo'lmasligidan qat'iy nazar senga hayot bag'ishlaydigan ifor. Murodning gapini eshitgan Solih kulgancha indamadi. Murod hayron bo'lib so'radi. Nega kulyapsan? Solih tabassum bilan qo'lini silkitdi. Shunchaki zaki xayolimga kelib, etim jimirlab ketdi. Murod keskin nigoh bilan jiddiy ohangda dedi. Bu kuladigan emas, yig'laydigan holat. Bu ketishdan kundan kun so'lib, oxir hasratdan o'lib ketasan. Solih mag'zun ohangda jilmaydi. Qo'limdan nima ham kelardi? Murod sovuqqon holda ishonch bilan dedi. Ko'p narsa. Solih va Hayo Murodga tikilgancha gaplarni diqqat bilan hayratlanib eshitib o'tirishardi. Murod kulgancha jiddiy qiyofasini o'zgartirdi. Benzindan boshqa yana nima hislaringni junbishga keltiradi? Oldin sen ayt. Murod stol ustidagi shisha idishchalarga diqqat bilan qaragancha tabassum qildi. Qaysi biridan boshlay? Iforlarga qiziqishim ancha uzoqqa, bolalik davrlarimga borib taqaladi. Deyarli hamma narsani hidlashni yoqtirardim. Barcha sezgi a'zolarim burnimda jamlangandek go'yo. Tamaki hidini sevdim, yomg'ir isiga oshiq bo'ldim. Hatto quritgichdan chiqqan kiyimlarning hidi ham men uchun o'zga bir olam edi. Quritgichdan chiqqan paytda ularga yuzimni qo'yib, ajoyib iforlardan rohat olardim. Oshlangan terining hidichi, oh, yana bir go'zallik olami. Shu darajada hidlarni yaxshi ko'rasanmi? Murodning ko'ziga yosh qalqidi. Bundan-da ziyoda, Solih, bundan-da ziyoda. Solih tabassum qildi. Men dengiz nasimining iforini, yongan o'tin hidini yaxshi ko'raman. Murod kaftlarini biriktirdi. Juda ham ajoyib hidlar. Sening eng yoqtirgan iforing qaysi? Murod ikkilanmasdan qat'iy ohangda javob qaytardi. Apelsin hidi. Solih taajjublandi. Apelsin? Ha, apelsin hididan ko'ra qalbimga yaqinroq boshqa hid yo'q. Nega aynan apelsin? Murod tabassum qilib dedi. Har safar uni hidlaganimda yodimga go'zal xotiralar tushadi. Qanday xotiralar ekanini so'rasam bo'ladimi? Murod o'rnidan turgancha ko'rsatkich barmog'ini tepaga qaratdi. Kel, undan oldin senga bir narsani ko'rsataman. Murod xonasiga borib, ichkariga kirib ketdi. Bir necha soniyadan keyin qo'lida qurigan binafsha gulni ko'targan holda chiqdi.
So'ngra tabassum qilgancha uni Solihga uzatdi. Hidlab ko'r. Hayo Solihni xavotir bilan kuzatib turdi. Solih esa gulni olib Muroddan nima bu deb so'radi. Murod yana joyiga o'tirdi. Bu hidlar ichidagi birinchi muhabbatim. Apelsin hidiga oshiq bo'lishimdan ilgari eng sevimli iforim edi. Solih gulni hidlab, darhaqiqat hidi ajoyib ekan. Nima degandim? Solih binafshani Murodga qaytardi. Gullar so'ligandan keyin ham iforini saqlab qolishni bilmas ekanman. Murod gulni olib dedi. Lekin bu gul boshqalarga o'xshamaydi. Ya'ni qarama-qarshi xonadondan Zakiyaning Solihni chaqirgan ovozi eshitilish suhbatni bo'ldi. Solih hayoni ko'targancha o'rnidan turib tabassum qilgancha Murodga dedi. Bugungi uchrashuvimiz nihoyasiga yetgan ko'rinadi. Murod ham o'rnidan turdi. Lekin juda kam o'tirding-ku. Zakiya o'g'lining firog'iga toqat qilolmaydi demaganmidim? Shubhasiz yana oldiga chiqaman. Murod tabassum qildi. Hech qisi yo'q, salomat bo'l. Bugun kechki ovqatga biznikiga chiqishga nima deysan? Murod kuldi. Yo'q, rahmat. Rafiqang bundan xursand bo'ladi deb o'ylamayman. Bu taklif mendan emas, Zakiyadan chiqdi. Hazillashgan bo'lsa kerak. Solih tabassum qildi. To'g'ri aytasan, gapirish ohangidan shunaqaga o'xshadi. Murod qo'lini Solihning yelkasiga qo'ydi. Senga va'da beraman. Tez orada tashvishlaring ariydi. Solih hayron bo'lgancha tabassum qildi-yu qo'shnisiga javob qaytarmasdan o'z xonadoniga chiqib ketdi. Oradan 2 kun o'tdi. Hayo oxirgi kunlarda yotoqda onasi bilan birga uxlashni odatga aylantirdi. Solih esa har doimgidek ularga qo'shni xonachada yotardi. Tun yarimlaganda Hayoning hojatxonaga borgisi kelib qoldi va onasining yelkasidan ushlab, uni uyg'otishga bir necha marotaba harakat qildi. Lekin Zakiya hadeganda uyg'onavermadi. Hayo o'rnidan turib qo'li bilan onasining yuziga tega boshladi. Shu payt Hayo onasining katta ochiq nigohlarini va og'zidan chiqib yotgan ko'pikni ko'rib dahshatga tushdi. Hayo qattiq qo'rqib ketganidan qichqirib yubordi. O'g'lining qichqirig'ini eshitgan Solih xonaga shoshilib kirdi va yotoqda dahshatli tarzda jonsiz taxtadek cho'zilib yotgan rafiqasini ko'rdi. Solih tezlik bilan yig'layotgan Hayoning oldiga borib, uni ko'tarib oldi. So'ngra xonadan chiqib, darhol politsiyaga qo'ng'iroq qildi. Zudlik bilan yetib kelgan tez yordam xodimlari Zakiyaning vafot etganini aytganiga qaramasdan, uni tezda shifoxonaga olib ketishdi. Tergovchi va politsiya xodimi esa xonadon ostonasida turgancha Solihga ayrim savollar berishdi. Hamdardlik bildiraman, janob Solih. Vaziyatingizni tushunib turibman, lekin hoziroq aniqlik kiritib olishimiz zarur bo'lgan ba'zi masalalar mavjud. Sizga beradigan savollarimiz bor edi. Karaxt ahvolga tushib qolgan Solih dedi. Yaxshi, hech qisi yo'q, marhamat. Tergovchi Solihga o'tiring deb ishora qildi. Marhamat. Hayo shu onda Solih bilan birga edi. Solih tergovchi bilan suhbatlashish uchun o'tirarkan Hayoni tizzasiga qo'ydi. Tergovchi nega birinchi tez yordamga emas, politsiyaga qo'ng'iroq qildingiz? Solih talmovsirab qoldi. Nima, men haligi